Azizlar, bu uylari, darvozaxonalari, ko'ryapsizlar, darvozaxonalariga bitta dona avtomobil sig'di, lekin 28 tasi hali ko'chada turibdi. Jalol akadan so'raylik, uni nima qiladi o'zi, qanaqa qilib joylanglar bu yerga? Onam, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi. Nima qilib o'tiribsiz? Mashinani damazladi, odamlarni sana. Onam, baraka toping. Farmon bibi bo'lib-a? Joningiz sog' bo'lsin. Nechtasi keldi onam? Nechtasi keldi? Hammasi keldimi? Kelyapti, orqasi ham bor. Bo'ldi. Sanab turing, adashib ketmang onam. Jalol akam qanilar? Bilmasam endi. Bo'ldi, Jalol aka. Jalol aka keling. Aka, mana darvozaxonangizga kirib ko'rdim. Hozir bitta dona mashina sig'ibdi. Lekin 28 tasi hali ko'chada. Qatga joylaysiz, nima qilasiz buni? Mana bu yerdan hovli darvoza ochganman, uyni ichiga kirgizib joylayman. Ha, bu tarafdan. Ha. Sig'adi. Sig'adi, hammasi sig'adi. Mana avtomobillarni ko'rib turibsizlar, asosiy qismi ko'chada qolib ketdi. Jalol aka, yo'qdan joy ochdim dedilar. Qani joy ko'raylikchi, sig'armikan? Marhamat, mana shu yerdan yo'l ochganman. Qani? Mana shu joymi? Mana shu yerdan mana shu hovlimga sig'adi. Xo'p, 1 gektar hovlingiz bor ekan, aka? Mana shu yerga sig'adi aka. Ha, joylashni boshladinglar. Ha, mana sizlar ko'rishinglar mumkin. Hovlilari juda ham katta ekan. 28 ta avtomobil bu yerga bemalol sig'adi. Mana joylashni boshlashibdi, birinchisini olib kirishibdi, aka. Sog' bo'ling. Joylaymiz aka. Siz bilan bizni o'rtamizda mehr oqibatdan boshqa hech narsa qolmadi. Rahmat. Avtomobillaringiz hammasini topshirdik. Sog' bo'ling aka, o'zingiz ehtiyot qiling. Sizlar ham hamisha sog' bo'lib yuringizlar. Nima niyat qilmasalaringiz, niyatlaringizga yetingizlar. Shu mana shu o'yinchilari hammasiga, ishtirokchilarga, hammalariga sog'lik, salomatlik, omadlarini bersin yana. Sog' bo'ling akajon, rahmat. Azizlar, bizani kuzatishda davom etinglar. Omad shu, insonlarni xursand qilishda davom etadi.